hamma qatori oddiy odamsan-ku, nimaga omadli ekan? Siz sinfda o'qigansiz-ku. Sinfda bolalarga erga tekkanlar o'sha Ginneslar rekordi kitobiga kiritilyapti. Rostdan ani bolalarga erga tegishda o'zi bitta o'yrim bo'lib qoldi. Esingdan chiqarma, Ginneslar kitobida ism familiyasi bo'lishi mumkin, lekin sinfda jurnalda ism familiyasi bo'lish hammaga emas. Non olib kelgan trikkerda chiqsammikan, L9da chiqsammikan, a? Minoring sinfda bolalarga любой narsa yarashaveradi. Aylanishimizga spirt bilan doka oldim. Tushchimisan, spirtni nima qilasan? Hozir sinf bolalarini ko'rgan qizlar sochini yulib, tomi ketib hushidan ketib qolyapti-ku. Hozir sizni ko'rib birorta so'zini top etib tashlavorsa, shuni spirt hilatib o'ziga keltirib olaman-da. Bu ani bolalarning chiroyi bir kun boshqa bola bo'lmasa bo'ldi deydi. Hech kim yo'qmi-kan? Mana toza xalaqit qilyapti. Qayerga qo'ysam ekan, Sinf bolalari ham pulni qayerga qo'yishni bilmay qoldi lekin. Assalomu alaykum. Singiljon, iloji bo'lsa shu qizimni og'ziga bitta tuflab qo'ying. Qo'yilmasam nimaga? Sinfda o'qigan bolaga erga tekkan ekansiz-ku. Meni ham qizimga sizni yo'llaringizni bersin deb tuflatay deb keluvdim. Oho, ani bolalariga tekkan qizlarni tupugi ham tilladan bo'lib ketibdi-ku. Ana! Voy dod! To'xtang! Mendan nima xohlaysiz? Men uylanganman. Voy, siz ham uylanganmisiz? Sinfda o'qigan birorta uylanmagan bola bo'lsa ayting. Biz sinfda bolalarga erga tegamiz deb niyat qilganmiz-da. Buncha bitib jo'shib qoldilaring. Sinfda bolalarning shoxi bormi? Sinfda bolalar boshqacha bo'ladi-da. Ani bolalarga ham qiyin bo'lib qoldi. Hamma qizlar orqasiga yugursa, qizlar sinfda bolalar orqasiga yuguradi. Onasini ham. I love it.